turganingiz qo'limdagi bir bakteriya tomonidan, ikkinchisi o'simlik tomonidan ishlab chiqarilgan inson proteini adiponektin. Ulargan bir proteinni ishlab chiqara olmayapti. Uni inson organizmidan tashqarida, o'simlikda, hayvonda yoki bakteriyada ishlab chiqara olamizmi? Ajratib kesib olganimizdan keyin DNKdan uni o'simlikka yoki bakteriyaga kirgizish orqali tekshirib ko'ramiz. Hayvonda tekshirib ko'rishimiz mumkin yoki qaysidir bir hujayralarda tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bizning tasavvurimizda ular juda bir qiyin narsa, biotexnologik bo'lgan sal qiziqishlarini orttirib yoki qiziqishi bo'lganlarga ma'lumot yetkazish niyatidamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turganingiz qo'limdagi bir bakteriya tomonidan, ikkinchisi o'simlik tomonidan ishlab chiqarilgan inson proteini adiponektin. Tushunganingizdek, adiponektin odatiy turmush tarzida inson organizmida ishlab chiqarilib turiladi. Lekin qaysidir normaling buzilishi sababidan bu me'yorda ishlab chiqarilmasligi mumkin va turli xil oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biz hozir u oqibatlar haqida emas, balki deylik organizm o'ziga kerakli bo'lgan xohlagan bir proteinni ishlab chiqara olmayapti. Uni inson organizmidan tashqarida, o'simlikda, hayvonda yoki bakteriyada ishlab chiqara olamizmi? Va buni imkoni bo'lsa, buni qanday qilishimiz mumkin? Ko'pchiligimiz eshitgan bo'lishimiz mumkin gen injeneriyasi, klonlash yoki rekombinant protein ishlab chiqarish haqida. Shu narsalar haqida o'rganamiz. Aslida bularning tub ma'nosi nima? Buni ma'nosi shuki, inson proteinini inson organizmidan tashqarida ishlab chiqarish deylik. Bunda bilamiz, organizmimizdagi har bitta modda o'ziga xos spesifik kodga ega va u DNKda joylashgan. DNKni deylik bir uzun ip sifatida ko'radigan bo'lsak, uni har bitta qismi maxsus bitta proteinni ishlab chiqarish uchun javobgar kodga ega. Biz qaysidir moddani ishlab chiqarmoqchi bo'lsak, inson organizmidan tashqarida birinchi ana shu kodni bilib olishimiz kerak. U qaysi bir kod, qanday ketma-ketlikdagi kod va uni ajratib kesib olganimizdan keyin DNKdan uni o'simlikka yoki bakteriyaga kirgizish orqali uni o'sha organizmda ishlab chiqarishimiz mumkin. Deylik, bakteriyada ishlab chiqaryapmiz. Bakteriya faqat bizani kirgizgan genimizni ishlab chiqarmasdan o'zini ham genlarini ishlab chiqaradi baribir. Undan keyin biz bu moddamizni o'sha moddalardan, bakteriyani o'zini moddalaridan tozalab olishimiz kerak. Bu juda bir qiyin jarayon bo'ladi aslida. Chunki u yerda masalan bitta modda emas, ikkita modda emas, juda ko'plab moddalar bo'lgani uchun biz o'zimizga kerakli bo'lgan moddani ajratib olish juda qiyin jarayon. Va uni tozalik darajasi ham juda yuqori bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki uni biz tekshirib ko'ramiz. Hayvonda tekshirib ko'rishimiz mumkin yoki qaysidir bir hujayralarda tekshirib ko'rishimiz mumkin. Tekshirish davomida biz ko'ramiz, qani biz ishlab chiqargan protein odam organizmida ishlab chiqargan protein bilan bir xil funksiyani bajaryaptimi yokida qanaqadir bir toksik xususiyatga egami yo'qmi? Shularni tekshirib ko'ramiz. Bu qisqacha bizni video ketma-ketligimiz haqida edi. Kanal Meprovda yo'l xaritasi haqida. Kanal esa nimaga ochildi? Bilasiz, bizda amaliyotga kelganda ozgina qiyinchiliklar paydo bo'ladi. O'qib yurgan paytimizda ham nazariy ma'lumotlarni xohlagan joyimizdan olishimiz mumkin, lekin amaliyot kelganda qaysidir uskuna topilmasligi mumkin yoki qaysidir modda yetishmasligi mumkin. Ana shu sababdan biz o'qigan bilimlarimizni, nazariy bilimlarimizni amaliyotda sinab ko'rmaganimiz uchun bizni tasavvurimizda ular juda bir qiyin narsa bo'lib tuyulishi mumkin. Aslida ular aslida bizga ko'ringanidek qiyin emas. Bu narsalarni virtual ravishda laboratoriyada qilib ko'rib, sinab ko'rishimiz mumkin. Buni men ham, siz ham qila olasiz. Aslida shu narsalarni ko'rsatib, O'zbekistonda o'qib turgan o'zbek talabalarini bu sohaga bo'lgan, biotexnologik bo'lgan sal qiziqishlarini orttirib yoki qiziqishi bo'lganlarga ma'lumot yetkazish niyatidamiz. Kanalning asosiy maqsadi O'zbekistonda bo'lib turgan talabalarning tibbiyot sohasida chet elda 100% grant yutishiga yordamlashish va shu bilan birgalikda ilmiy kontentni bevosita va bilvosita o'zbek tilida ko'paytirish. Aytgancha, agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni menga ham bildirib qo'ying.